Assalomu alaykum Imronbek Parranda biznes kanali obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Uzoq vaqt dam oldik. Xudo xolasa mana yana video qo'yishni boshladik. Do'stlar, kurkalarimiz qalay katta bo'libdi. Kurkalarimizni oddiy yemga o'tkazib yuborganmiz. Shu bug'doy makka aralash nimasiga o'tib ketgan. Ko'rimlarida to'g'risi yetkazib bo'lmadi. Ko'rim kuniga 2 kunda 200 minglik nima qilganiga kamaytirishga majbur bo'ldik. Do'stlar, ana tuxumlarimiz xudo xolasa har bitta uylarda top tuxumlarimiz bor mana. Bular yaxshi tuxumlayapti yana. Kurkularimiz esa yotibdi. Inshaalloh 10 tasi yotibdi, bittasi ochib chiqdi. Mana do'stlar. Xo'p, shu hisobimizda tagida 200 tadan oshiq tuxumlar bor do'stlar. Hamma uyda yotibdi. Joningizni kurkular shunaqa qilsa yaxshi. Mana do'stlar, yangiliklardan mayoslarimiz bitdi. O'rdaklarimiz mana tepasidan sutgan yo'q. Kecha yomg'ir darasi zo'r bo'libdi. Jo'jachalarimiz mana egasini tekirib olib yotishibdi. Ular katta ehtimol bilan o'sha o'zini tuxumlardan ochib chiqqan shu aqlloq deydimi, nima deydi, shunaqa o'rdaklar bo'lsa kerak. Shunaqa taxmin qilyapmiz, chunki 26 kunda ochib chiqdi bular. Mana do'stlar. Qolgan indovitkalarimiz hozircha ochgan yo'q. Bular mana 3-4 kunlik bo'ldi mana ochib chiqqaniga. Enasmi o'zi hammasi. Keyin mana shu yem o'tkazib o'rganmiz aralashmadonga. Kurkalarimizni. Bular kecha avval kuni ko'chaga chiqib o't yeganiga ko'chaga chiqib kelyapti. Quyonlarimizda do'stlar, yangiliklar yo'q, hozircha ko'payishgan yo'q. Lekin katta bo'lishyapti kichkinalarimiz, quyonchalarimiz. Shirin to'ylarimiz. Kecha kimdir do'stim qizchasini olib kelgan ekan. Oppog'idan bitta olib ketdi. Bering deb turib yolvordi. Mayli, sadasi o'lmasdan berib yubordik. Kurkalarimizni sotmaslikka qaror qildik. O'tgan videoda ham aytgandim. Bu chodak so'rimiz ham xudo xolasa bitgan do'stlar, mana ozgina ish qolgan. Keyin katta so'ri bo'ldi bet. Xudo xolasa mazza qilib o'tirib bari tabiat qo'yni. Bu tomonda zoopark. Bitta tolimiz so'kilyapti do'stlar. Keyin mana bitta lanshavni o'ti bor haligi yashil bo'lib o'sadigan. Shu nimadan ekib qo'yganman. Mana bunisi ko'klayapti do'stlar. O'rimizga e'tibor bermaysizlar. Kecha yomg'irda hamma yo'q, nima bo'lib ketdi. Pomidorlarimiz ham mana xudo xolasa ko'klab karapiyo ham ekib qo'ydik mana. Qishda degan o't. Shu bir nimalar qilibmiz do'stlar. Doimiy bizni kuzatib turganlar. O'rdaklarimiz. Ana do'stlar, ko'rgan bo'lsalaring boshida niyat qilardik, xudo xolasa bu tomonni o'nni bekitamiz deb. Bu tomonga quyonxona, so'ri qilamiz dedik. Inshaalloh mana sekin maqsadimizga yetib boryapmiz. Endi shu o'rtaga quyonmasa berog'iga kattagina qilib qush ko'katak qilsak, xudo xolasa papugay bilan amadinkami, kamerikami boqamiz, xudo xolasa. Xo'rozlarimiz ham zo'r ishlayapti do'stlar. Tuxumlari zo'r, makkalarimiz zo'r tuxumda, hammasi yaxshi ko'rsinmasin. Ha do'stlar, manzara. Do'stlar, kuzatib boring, like bosing, komment yozing. Xudo xolasa yana videolar qo'yib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.